Masaj qilyapmiz. Mana. Hurmatli obunachilar, biz Zamin savdo markaziga yetib kelganmiz inshaalloh. Zamin savdo markazi anaqangi 2 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan. 2 tonna 2,5 tonna yuk ko'taradigan 200 kg motorli jihozlangan benzinli motorlarimiz. Andijon viloyati Shahrixonga dedilar buni. Andijon viloyati Shahrixon tumaniga dastavkasi ichida mana chiqarib yuborilyapti. Ha? Asakagami? Asakaga ekan. Motorchilar Asaka Andijon viloyati Asakaga, Asaka shahriga, Asaka tumaniga mana. Mana shu mashinaga yuklaymiz. 24 million so'mga baraka bo'libdi. Dastavkasi ichida mana. Hurmatli obunachilar, 24 million so'mga fevral oyi aksiyasi doirasida mana o'zi 26 million, 28 milliongacha sotilgan motorlarimiz 24 millionga benzinli motorlarimiz baraka bo'libdi. Kimga shunaqa motorlar, benzinli, elektronik motorlar kerak bo'lsa, xohlasa aloqaga chiqasizlar. Hammaga assalomu alaykum. Iqboljon Uz kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda elektronik, benzinli motorlar, benzinli elektronik skuter ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Zamin savdo markaziga yetib kelganmiz. Inshaalloh bugun sizlarga Zamin savdo markazidan yangi modellar kelgan, bu yangi mahsulotlar kelgan. Bugun sizlarga shularning narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib, yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizni yoqsalar, yoqmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirasizlar. Videolarimiz xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalda yangi mehmonlar bo'lsa, ekraningizning o'ng tomonida qizil obuna bo'lish yoki pastda tugmasi bor. Shuni bosib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalar, biz kirib yuborayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli aka-ukalar, videoni boshida sizlarga orientir eslatib o'tamiz. Bu tarafi qo'shni Namangan, Andijon viloyati, qo'shni Buvaja tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan kelishingizdan yo'lning o'ng qo'l qismida Zamin savdo markazi. Bu tarafi Qo'qon shahri Uchko'prik tumani markazidan kelishingizda yo'lning shunday chap qo'l qismida Zamin savdo markazi ko'rinish beradi. O'zi yo'lni bo'yiga anaqangi elektronik mashinalar, elektronik motorlar terib tashlagan, xohlasa yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, mana shu yerdan Boboshesh ishlab chiqarish va savdo kompleksi, ya'ni Trikotaj bozor deydi. Mana shu yerga kirib ketaversh. Mana shu bozor kirish qismida, shunday ugul qismida joylashgan. Lokatsiya Telegram kanalimizda bo'ladi. Uzoq yaqindan kelmoqchi bo'lganlarga nomerlar shunday ekranda yozib qoldiramiz. Ekrandagi nomerlarga bog'lanib, bemalol zakatni beraverasizlar. Demak, bugun sizlarga yangi mahsulotlar, yangi skuterlar kelgan, shularning narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib, yoritib beramiz. Arzimagan mehnatimizni qadrlab, mana shunaqangi like bilan bosib tursanglar, sizlarga foydali va qiziqarli videorolik bo'ladi degan umiddaman. Sizlarni ko'p kutilmagan holda video syomkamizni boshlaymiz. Demak, like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Mana hurmatli obunachilar, xohlasa video syomkamizning asosiy qismiga o'tamiz. Bugun sizlarga yangi mahsulotlar kelgan, shular haqida chiroyli qilib videorolik tayyorlaymiz. Umidjon akam bilan birga inshaalloh. Assalomu alaykum. Umidjon aka. Iqboljon aka, Zamin savdo markaziga. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz, xudo xolasa. Ko'rdik aka, o'zingiz yaxshimi? 2026-yilda mana xudo xolasa qishki mavsumlarimiz mana oxirlab boryapti. Xudo xolasa yangiliklar, skuterlar, motorlar hamma turgan xudo xolasa Zamin savdo markazi siz bilan birgalikda. Xudo xolasa Iqboljon Uz kanalidagi obunachilar hammasiga xudo xolasa yo'ldoshamiz birgalikda. Inshaalloh. Bitta ko'rsatib o'tasiz. Bo'ldi. Nimalarimizda xolasa yangiliklarimiz o'ta Yangiliklar, ha? zo'r modellarida eng oxirgi modellar kelgan. Aha. Buni biz bilan birgalikda hozir tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Inshaalloh. Qachondan boshlaymiz? Xolasa mana buni super modelimizdan boshlaymiz bo'larkan. Aha. Oldi orqa jitkis tormozlar. Oldi orqa jitkislar. 90 km masofani bemalol bosib o'tadigan eng full bo'lgan modellarimizdan biri. Tormozlari jitkis tormozlar. Aha. Orqa nimalarimiz xolasa mana bunaqangi balonlari katta holatda 8 kali, ha? kelgan, 8 kali holatda kelgan. Rasvetkalar 3 xil to'liq rangda rasvetkalari mavjud. Ha. 9 million so'mdan vodiy bo'yicha dastavka yetkazib beryapti. 9 million so'mdan. Albatta, so'nggi 9 million so'mdan 80-90 kilometr bemalol yuraveradi. bemalol bo'lsa, mijozlarimiz adashib qolishmasa, orqalargacha ko'rsatib o'tasiz. Aha. To'liq ma'lumot berishlar mijozlarimiz. Mana. Orqa sistemalarini ko'rsatib o'tasiz mana. Orqasida bunaqangi bunari yukxonalari, Vinkodlargacha orqa sistemalariga qo'yilgan, dokumentarni o'sha spravkaga tayyor holatda qo'yilgan xolasa mijozlarimiz qiynalmasdan bemalol oilaviy foydalanishlari mumkin. gap yo'q. Bular endi bahor mavsumiga mo'ljallanganlar. Ha, bahordan shu yozga minadigan havo issiq kunlarga. Albatta. Endi mana bunaqa kenjatoylarida. Aha. Shuni biz meni 2 kishiligimizni 1 kishilik modellari. Aha. Sidinasi oldiga orqaga suriladi. Hop. Bu yerda. Aha. Bular ham jitkis tormozi sifat ko'rinishini ko'ryapsiz. O'ta ham full bo'lgan. Mana bu joylarni Eng baquvvat turganda, maşallah. 130 kilo, 140 kilo odam chiqib, ustiga chiqib sakrab, ko'rib, tekshirib olishlari mumkin.
Sifati bormi degan Akkumulyatorlar nechtalik bo'ladi buni? akkumulyatorlar 60 ga 20 bo'ladi. 120 kilometr masofa bosadi. 120 kilometr. Minigachalarimiz. Gap yo'q. Bu kichkina bo'lishiga qaramasdan ancha masofa bosib o'tar ekanda bu. 7 million 800 ming so'mdan vodiy bo'yicha dastlabkisi eng full modeli. 7 million 800 ming so'mdan. Buni arzonlari ham bor. 7 millionligi ham bor, 6,5 millionligi ham Zamin savdo markazidan kelib xarid qilishlariga imkonimiz faqat Adashtirib olmaslik kerak. Bu eng puli, ha? Eng puli. Bundan arzonlari ham Zamin savdo markazida bor, tashqarida. Ha. Sizlarning ko'proq bilasiz boshqacha. Aha. Bu modellarimiz. Endi bunaqangi tomli variantlarimiz bor. Aha. Sidinkalari orqaga surilsin degan ijozlarimizga sidinkalari oldiga orqaga suriladigan modellar. Nima gap? Mana bitta orqasini ko'rsatib qo'yay. Svetlarni yoqingchi. Mana, hurmatli obunachilar, orqa tarafdan ko'rinishlari. Orqa tarafdan Li 9 modelimiz bu. Li 9. Oldin nimaga Li 9 deyishingiz mumkin? Mana oldida ko'rsatib o'tasin. Bunaqangi o'zini nikellar. Abrisovkalari qo'yilgan. Ko'rinishi jihatdan o'ta ham full bo'lgan modelimiz. Oldiga, orqaga suriladi. Sidinkalar. Qani? Xohlagan razmerga olib surishlari, ko'tarib, qilib yoki oldiga olib Hamma gap yo'q xohlasa, lekin. mana buni chiqarib qo'ysa, bemalol chiqib o'tirishlari ham. Hamma gap yo'q lekin. Eng fullaridan. Sidinasi keyin yotadi ham buni, ha? Sidinkasi orqaga yotadi ham. Oldiga ham, orqaga ham yotadi. Ko'tarsangiz G'ibojoniga. Bu yerda mana bunday. Ana mana. Bemalol yotib ketib, ha? Biror joyda yo'lda damda bo'lsa bo'lar ekanda yo'lda. Albatta, bemalol xordon chiqishlari mumkin. Kakrat o'tgan safar videolarimizda so'raydirdi, hali video qilayotganimizda hali yosh otaxon keldi-yu. O narigilarimda qorinimiz bor deb siqilib qolyapti. Sidina suriladigan yo'qmi deb so'ravdi. Albatta, Mana kakrat oldiga orqaga suriladigan Li 9 modelimiz tormoz sistemalari jikslar. Aha. Akkumulyatorlar 72 ga 32. 72 32. Zavodskiy polilarga tashlab beramiz. Polilargacha. Gap yo'q. Polilargacha. Hop, yurish tezligi, masofasi to'ladiryapti. Umidjon aka buni. Zaryadda bular masofa boshi 80 kilometr, 90 kilometr masofani bemalol bosib o'tadi. 80-90 kilometr. Albatta, yonida o'ralgan tentlari bormi degan mijozlarimiz yonida tentlari bilan. Tentlari bilan, ha? Zarli kameraga urganingizda orqa zarli kamerani ko'rsatib turadi. Mana. Orqa sistemasi o'ta ham yarki holatda. Mana nomlangan zadniy kamerasi mana ko'rsatib turibdi. Orqada motorlar ko'rsatyapti mana zadniy Avarenka kamera. rejimlarini mana ko'ryapsiz, yonishini. Mana. O'ta ham full bo'lgan modellar. Mana shu yerda zadniy kamerasi ekan. Orqasi bek, Reksha modelimiz. Yo'qsa ketadi. Ya. Ha. Yo'llardan o'ta ham yumshoq bo'lgan model. Tez bo'ladi. Bular miya motori 1200 bo'ladi. 1200. Kuchli bo'ladi bularniki. Aha. Mijozlarning bir joyga kirganda boshqa bo'lganda avtomatidan bosib qo'yishlari mumkin, tok o'chadi, yo'q bo'ladi. Ha. Avtomatlashib Ortiqcha hali bateriya bo'lmaydi. O'chirib qo'ysa bo'ldi. shunday qiladi, tok ulanadi mana. Ha. Tok sistemada masalan mavjud bo'ladi, bemalol. Bu yerda mana o'zini vin kodlari kalitiga qo'yilgan. Dokumentlari bu yerga qo'yiladi, vin kodlari. Ha. Endi buni modelimizda orqa tomonida yukxona oladimi degan mijozlarimizni buni sekret ochib, shu chapga naborot bo'lasangiz bu sidinka ochiladi. Ha. Kalit olib baqa solishar bo'lsa ekanda, ilgarilarda kalit solinadi, mana solinadi. degan narsa yo'q. Avtomatlashgan holatda. Ammo gap yo'q. O'sha yerda naborotiga burasa bo'ldi. Naborotga burasi o'taydi, chapga burasi bu yoqqa burasi ochiladi. Ochiladi. Nima ochiladi yukxona, ha? Ko'rsataylik bojon aka mana. Nabor chap shunday bo'lasangiz, mana bu o'zi avtomatik chiqib ochiladi. Ha. Yo'q, bu avtomatik mana ochiladi. Gap yo'q lekin ishlab qo'yibdi shu yerga. O'ta yaxshi bo'lgan. Bu modellarimiz 13 million 900 ming so'mdan vodiy bo'yicha dastlabkasi ichida. 13 million 900 ming so'mdan. Albatta. Hozir 2026-yilda shunday zakazlar bo'ladi, tomida quyosh paneli bilan keladi. Ammo gap yo'q. Quyoshdan zaryad olib yuraveramiz shunda? Quyoshdan zaryad olib 220 ga ulayman, boshqa qilaman degan holati yo'q. Panelli sinov zakaz bo'lyapti xolos, panel tomida paneli bilan keladi. Ha. Gap yo'q lekin. Yangilarni baholasi juda ham bombalar baholar. Sekin-sekin rivojlanyapti ekanda, bu yo'q bular ham. Endi mana bunaqangi muzlatlarigacha beramiz mijozlarimizga. Ha. Kuyoladigan yopinchiqlar bo'ladi. Aha. Ularni ham mijozlarimizga beramiz. Yomg'ir havo nimalarda kiyib oladigan, ha? Mo'ljallanganlarini yomg'ir holatida tentlariga qo'shib beriladi. Gap yo'q. Mijozlarimiz qiynalmasliklari uchun qilib beriladi. Gap yo'q. Narxi 13 million 900 ming so'm. 900 ming vodiy bo'yicha dastlabkasi ichida. Gap yo'q. Eng puli. Buni sidinkasini svarkada surib kesib olaman deb yotmaydi mijozlarimiz, bemalol o'zi hamma yo'q. Endi mana bunaqasi modeli. Arzonroq model 12,5 million so'mdan dastlabkasi ichida jitkis tormoz desa. Aha. Mexanizmi oldiga, orqaga yuradigan modeli. Buni oldiga olib chiqib ko'rsatamiz mana bu yoqda. Zadniy kameralarga ko'rsating. Ha. Zadniy kameralargacha bor buni, ha? Eng kattasi.
Eng kattasi mana. Stop chiroqlari orqali yonadi. Mana zadniklari. Yonib o'rnagan tentlari bilan. Tentlari bilan birga. Tormozlari jips tormozli qilingan. Aha. Bu yo'li tormozlari. Eng shirokisi bu ham, ha? Eng shiroki keyingi. Mana oddiy misol mana shu yerda so'zimiz isboti mana bunisi uskisi. Eng arzoni varianti bu, ha? Mijozlarimiz adashib qolishmasin. Bu arzonroq varianti. 12,5 million so'm. Bu modelimiz 11 million so'm. 11 million. 1,5 million atrofida farq qilyapti. Albatta, buni ham tenti bor. Buni ham tenti bor. Mijozlarimiz olishganda adashib qolishmasin. Tentlari bilan Zamin savdo markazida kaskalari bilan u hamma yo'g'i beriladi. O'zi bilan bekamiga o'zi keladi bu narsa. Keng uskisini nima farqi bor, nima qulayligi bor degan nimalarga masalan oddiy misol uskisi masalan har Alloh ko'rsatmasin og'anab ketish nimasi ehtimol bor. Masalan tezlik masalan yoshlar tez haydaydi masalan. Bunda kengligini hisobiga ag'anab nima bo'lib ketish ehtimoli kam. To'g'rimi? Kengina bemalol harakat qilsa bo'ladi bunda. Uskiyroq bo'ladi mana. Ko'rsatib o'tasiz. Mana orqa tarafdan. Uskiyroq model. Mana. Bo'lish jihatdan xohlasa Bu 50 gina. Bu 50 bo'ladi. Bu 11 million so'm. 11 million so'm, 12,5 million so'm. 12,5 million so'm. Xo'p, to'la zaryadda bunisi qancha yuradi? To'la zaryadda 70-80 km. Bu modelimiz ham 70-80 km. Akkumulyator amperlari bir xil. Bir xil bo'ladi. Prosta kengligida nimasi farq? Keyin nima deydi? Qo'shimcha jihozlari, shularda farq qiladi. Shuni olishda mijozlarimiz adashib qolish masalan bu. Shuning uchun narxda ham farqi bo'ladi, O'zi yumshoq ovozi bo'lyapti, mana shu yo'q. Gap yo'q. Umuman full bo'lyapti. Gap yo'q. 12,5 million so'm, 13 million 900, bunisi 11 million so'm. Kimga qanaqasini xohlasangiz budjetliroq desangiz, bunisi uskiroq, xohlasangiz keyingi, xohlasangiz bunaqa sidinasi, komfortli sidinasi, Albatta. Gap yo'q. Aloqa ko'rasizlar inshaalloh. Yana mana bu stakan modellar kelgan. Aha. Modellarimiz ham har xil versiyalar. Bu yoqda tormoz sistemalari jitkislar, mana bunaqangi Xitoy Xitoydan mijozlarimiz yetkazib beramiz. Saka diskali jitkis tormozni qochib turing. 9 million so'mdan xudo xolasa mijozlarimiz yetkazib beriladi. 9 million so'mdan. Agar yo'q, homila zontil olaman desa, mana 9 million 900 ming so'mdan. 9 million 900 ming so'm. Tomi bilan, tenti bilan. Tomi bilan. Gap yo'q. Mana shu tomi bilan 9 million 900 ming. 900 ming farq qilar ekan-da. Albatta, tentini qo'shib beriladi bu. Mana tentlari bilan mana. Hurmatli obunachilar, tentlari bilan birga. Akkumulyator amperlarini ko'rsatib, eng toza mo'ljallarni ko'rsatib berasiz. Mana Xitoyda 35 ga 8 yangi chiqqan bizda bunaqangi akkumulyatorlar bo'lmaydi. Mana gap isboti bilan bo'lib o'tgan. Xitoyda mana toza akkumulyatorlarni qo'yib, mana pechati bilan ochib, mijozlarga qo'yib beriladi. Gap yo'q. To'liq tushunchaga ega bo'lishlar kelib ko'ramiz degan mijozlarimizga bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Mana bu yoqda o'zini sistema tentlarigacha, kalpaklarigacha beriladi. Orqa tomonda mana bugalar, xavfsizlik bugalarigacha qo'yilib keladi. Bu modellar. Usti yopig'i? Usti yopig'i 9 million 900 ming so'm. Ochig'i? Bu modellarimiz 9 million so'm. 9 million so'mdan. Yuk ko'tarish quvvati qancha bo'lardi bularda? 250-280 kg yukni bemalol ko'tarib yuradi. Garantiyasini beramiz. Balonlarni ko'rsatib o'tasiz. Balonlar shu katta balon. Shurogi katta balon. Buni yubqalari ham bor. Agar yo'q, agar bundan ham kattasi kerak bo'lsa, mijozlarimizga bundan ham kattalari bor. Narxi lekin 9 million so'mdan qilib beramiz. Bu ham 9 million so'm. 9 million so'm tanlab olishadi. 9 million so'm mana. Bundan ham katta razmer. Mana bundan ham katta haqiqatan shiroki mana. Hurmatli obunachilar. Narxlarni Buni orqasi mana yerda dugasi bo'lgan, buni orqasi mana yerda dugasi ham bor. Mana o'tiryapti mana. Mana, hurmatli obunachilar. Bu ham passajli ham yukona bo'ladi. Albatta, nimaga desangiz, mana ko'rsatib o'tasiz buni ham. Akkumulyator bor ekanda. Bor, mana bu yoqda signasi ko'tarilib tushiradi. Ko'tarilib tushiriladi. Taxlanadi. Valloh. Gap yo'q. Zamin savdo markazi yangiliklar juda ham ko'p hozircha. Mana endi bu yoqda tomli sistemalarimiz, 1-2 modellarimizda. Tomlari. Saka diskasi oxirigacha. Hozir saka diskasi oxirigacha qo'yilgan. Oxirigacha splashni saka bo'lgabina. 10 million 800 ming so'mdan. 10 million 800 ming so'mdan. 100 kilometr masofani bemalol bosib o'tadi. Telefon zaryadgacha bor. Akkumulyator 60 ga 45. 45 lik gapirasiz. 45 lik. 100 kilometr bosadi. To'la zaryadda. To'la zaryad. Ammo gap yo'q lekin. 2 kilo olaman degan mijozlarimizga 10,5 million so'm. 32 lik ham akkumulyatorlar ham bor. Albatta. Firmalar eng zo'r, eng kafolatli firmalar. Materialda biz shu ishlatilish sistemalari hamma yo'q Xitoyda. Bitta ortiqcha narsa, bunisi yo'q. Bemalol borganda ko'rib, tekshirib, har bitta detaligacha ko'rib olishlari mumkin mijozlar. Gap yo'q. Mana yurishiga, turishiga, hamma narsaga kafolat yozib beriladi. Kafolat beriladi, ha? Bor, Xo'jajon aka. Gap yo'q. Bemalol mijozlar onlayn bizda bilasiz,
kuzatib boruvchilar, musofirlarimiz juda ham ko'p. Aha. Savdo markazining o'ziga yarasha klientlar o'ta ham ko'p. Mijozlarimiz bemalol telefon qilsalar, ijtimoiy aloqa, Telegramdagi WhatsApp, WeChat orqali bemalol ma'lumot, xarid to'liq ma'lumotlar tashlab beriladi. Gap yo'q. Inshaalloh. Voy, skuterlarni bamanilarga bu-a, Unjon aka. Skuterlar eng so'nggi rusumdagilar. Xo'p. Necha xil edi hozir? 6-7 xil bor shekillar edi. Bu yerda hozir 4 xil versiyada. 4 xil versiyada. Ikkita qo'yilgan 4 xil versiyada. 4 xil versiyada. Kelib ko'rib, korotka narxida olishlari mumkin yoki kelib ko'rib dona narxida olishlari mumkin. Ammo gap yo'q lekin. Optim ishlaydigan mijozlarimiz bu yerga kelib zamis savdoga terib qo'yiladi. Hamma narsalarni bu yerda sifatdan beramiz mijozlarimizga. Bu yerda ko'rib, tekshirib, test drive'larni qilib olishlari mumkin. Gap yo'q. Lekin mana shundan boshlash birinchi bitta shundan boshlasak. Buni miya nimalari, akkumulyatorlari, miya nimalari? Bu modelimizda akula modelimiz bo'ladi. Bu gal skuterlarimizdan biri. Oldingi tormoz, mexanizmda old orqa jitkislar avarinka rejimlarigacha bor. Avarinkalargacha bor. Albatta, akkumulyator 60-20 100 km masofa bosadi. 100 km to'la zaryadda. Balon razmerlari ko'p, sakadiskali, balon razmerlari mo'shni holatda ishlangan. Narxi 7,5 million so'mdan qilib beramiz. 7,5 million so'm. To'la zaryadda 100 km. Yuqori tezligi qanchaga chiqadi? Yuqori tezligi maksimum tezligi bo'ladi 65-70. 65-70 ha? Tezlik yurishi. Hop. Endi mana bu yoqda sakadiskali bu modellarimizdan kelgan hozir 60-20 amperli akkumulyatorli sakadiskali, spesial sakadiskali deyiladi. Sakadiskali ham ajoyib. Bo'lsa dastavkasi bilan 8 million so'mdan qilib beramiz. 8 million so'mdan. To'la zaryadda qancha yurib beradi bularni? 100 km masofa tezligi 75. 100 km bemalol bosib o'tadi. Hamma gap yo'q lekin. Kafolatini beramiz behajoatlar. Gap yo'q lekin. Endi mana bunaqangi modelimizdan ham kelgan 60-20. Bu o'ta ham komfort modellarimiz mana bunaqangi planshet tablosi. Tabloni ko'ryapsiz. Hamma gap yo'q lekin. Telefoningizdan katta planshet tablolar. Planshet tablolar. Albatta bularda bunday splashli tablo bo'lsa, bunda Bu planshet modellarimiz tablo. planshetda o'zi kelib bemalol lokatsiya orqali ham yurishlari mumkin. Hamma gap yo'q. Eng so'nggi modellarizasiya ham bo'ladi. Yurish tezligi, masofasi. Unjon aka bulardi. 90-100 km masofa bo'lsa, tezligi 65-70. Ha, 90-100 km masofa bosib o'tadi. Akkumulyator nechida bo'ladi bularda ham 20 mi? 20 bo'ladi, 72-20 bo'ladi. 20 ligida oltita qo'yilgan bo'ladi. Narxi? Narxi 8 million so'mdan dastavkasi. 8 million so'mdan. Yetkazib beramiz. Gap yo'q. Endi bunaqa eng zo'r NFT kartalasi kelgan bo'ladi. Dukkis degani ya. Kojinli bo'ladi. Mana bunaqangi kojinli bo'ladi linkalar. Hamma gap yo'q lekin. Hamma skuterlarimizni kaliti NFC. Bunga kalit hojati yo'q. Mana bunaqangi kartada o'tadigan bo'lib ketgan. Kalit cho'ntakka zabt qilib olib, bu yoqqa NFC da o'tib ketishlari mumkin. NFC karta bilan bemalol o'tirsa bo'laveradi, ha? Albatta. 8 million so'mdan dastavkasi ichida. Sakadiskasini ko'ryapsiz, yangicha. Mana, o'rtoqlar. Tormoz sistemalar, old orqa jitkis. Old orqa jitkislar. Mijozlarimiz maza qilib minishadi bu skuterlarni. 2006-yilda kelgan skuterlarimizning biri mana bu yoqda ularni hammasini Vinkoni birkasi bilan keladi hozir. Aha. Ularda yo'q. 2026 kelgan skuterlarimiz hammasi mana tag qismida anaqangi Vinkodi bilan. Ya'ni mana ko'rsatilishicha. Bu yoqda nimalarigacha keladi. Mana pastki oyoq joyiga qo'yilgan. Ha, bo'ldi. Mana shunaqangi Motorga Vinkodi. kelgan. Shu orqali bemalol nomer qadab naqib harakatini bo'laveradi, ha? Mana bularni bemalol to'g'ri qo'ysangiz, hamma joyga o'zi ishlakasi bo'yicha olib ketadigan aqlli skuterlar desa ham bo'ladi. Hamma gap yo'q. Bu hozir 4 xil versiyasini yig'dik, Bojon aka. Hozir 15 xil ortiq yangi skuterlarimiz keldi. Aha. Tadbirda ham siz bilan ko'rsatamiz. Hozir yangilarni bu yerda ko'rsatdik. Aha. Boshqa modellarimizdan ham bor, Bojon aka. Gap yo'q. Endi mana bu yoqda benzinli skuterlarni, tank skuterlarni bitta ko'rsatib o'tamiz. Tank skuterlar juda ham ko'p yangiliklar bo'lib ketdi hozir, Bojon aka. Aha. Reklama balon sakadiskali. Aha. Tanklarimiz, mana ko'rinishini ko'rib ko'rsatib o'tasiz. Mana redline balon. Xizmatlari juda ham qulay bo'lgan. Aha. Audio sistemalarigacha, magnitofon hamma yo'li bor. O'ta ham full bo'lgan modellarimiz mana. Bularni ko'rsatib o'tamiz. O'ta ham bo'shlik bo'lgan. Namazdan desa ham bo'ladi. Svet qismini ko'rsatib o'tamiz. Aha, yorish sistemalari. O'ta ham full bo'lgan. O'zlari dastlabki bu yo'q, mana ularni yechib qo'yishlari mumkin. Xolos yechib qo'yaveradi bularda. Mana qilib mana bu yerda yo yechib, bemalol nima qilishlari mumkin. Xo'p, rasxoti qanaqa bo'ladi bu benzinlilar? 2,5 litr rasxot qiladi. 2,5 litr. Tezligi 100 ga chiqadi. Tezligi 100 ga yurmang, 100 ga kiradigan holatlarga ko'p xizmat qiladi. Ha. Bemalol mana bu yerda o'zini dastlabki narsalarni solib, boshqalar bemalol foydalanib, magnitofonlarni qo'yib, chiplarni qo'ysa, nimalarni aytib, eshitib yurishlari mumkin. Hamma gap yo'q. Hujjatlari, shot spravkalar hamma yo'q yozib beriladi.
Hop, narxiga buni. Narxi 11,5 million so'm. O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi. 11,5 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha. Ammo gap yo'q. 11,5 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastlabki ichida, hurmatli onalar, mana tank modelimiz. Ha, o'roq holatda. Shunday holatda yetkazib beriladi. Ha. Hozir shu holatda beriladi, hozir bu holatda. Agar yo'q, arzonroq variantlari kerak degan mijozlarimiz prostoy varianti Qo'ygan aka 10,5 million so'mdan e'tiboran. 10,5 million so'mdan. Albatta, ikki xil modelda bo'ladi tanklarimiz, mijozlar olishmas. Eng fullari bu variant hisoblanadi. Eng puli bu. Albatta. 11,5 million so'mga 10,5 million so'm. 1 million farq qilar ekanda. 1 million prostoy bilan farq qiladi. Shunda rash olib keladi. Ha. Gap yo'q. Kafolat garantiyalari yozib beriladi. Garantiyalari bor, xudo xolasa bu. Garantiyalari uchun yozib beriladi. Gap yo'q. Behijolat kelib, ko'rib olishlari mumkin. Inshaalloh. Hech qanday bir masala yoki bir shubha degan holat yo'q. Ya'ni chaqmoq degan modelimiz yo'q, xuddi shu modelimizni chaqmoq. Ya'ni ko'rinish sistemasi mana bu yoqda Ko'rinishlari planshet tabloga o'xshagan tablo. Ha. Bu modelimiz ham yangicha o'sha dastlabki xizmatlarga mo'ljallangan. Aha. Ya'ni narxi 11 million 500 dan qilib beramiz. 11 million 500 dan. Albatta. Buni ham ko'rinishi boshqacha ekanda. Ko'rinish jihatdan bu suyuqlar juda ham boshqacha bo'ladi. O'ziga yarasha hamma suyuqlarni bilasiz, o'ziga yarasha Nimalari bor? albatta, albatta. Ana, nimalar? Ko'rinishlar, smeylari ham boshqacha ekan. O'zgartiruvchi svetlar masalan? Qo'ya o'zgardi-yu. Svetlarni mana bu yoqda o'zgartirib. Ana, pоворотниклari. Gap yo'q. Svetlarni avtomatik ishlaydi. Ana, bunda nimasi sariq bo'lmam yonar ekan. Tumankalar. Yonadi. Mijozlarimiz qolsa maza qilib bilishadi. Gap yo'q. Bu ham 11,5 million so'm. 1,5 million so'mni tanlab olishgan. Rasxodi bu bilan bir xil. Rasxodi 2,5 litr rasxodladi yuziga. Yuziga 2,5 litr. Rasvetkalari mana bu tomonda rasvetkalari. Bor. Bayklarimiz ham xohlagan turingizdagi bayklardan xudo xolasa qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. 1,5 million dollardan 3,5 million dollargacha 15 xil baykimiz bor. Gap yo'q. Ana. Benzinli olamiz degan mijozlarimiz juda ham Toshkentda dastlabki xizmat bilan mana yo'llarimiz akalarimiz bemalol kelib aloqaga chiqib olishlari mumkin. Gap yo'q. Kafolatlarni yozib beradi. Kafolatlar beriladi. Albatta beriladi hozir. Hech qanaqangi bir holati yo'q. Endi mana bu yoqda. Aha. Hozir gap isboti bilan bo'lishligi uchun motorollerlarimizni, akkumulyatorlarini mana bunday holatda beriladi. Mijozlarimiz kelsa qo'yib beriladi. Ammo gapi nechilik akkumulyator bu? Unchalik Akkumulyatorlari 72 lik bo'ladi. 72 lik amper. Bu yoqda ko'rsatamiz mana. Tortib o'tasiz. Taroziga qo'yib tekshirib olishlari mumkin. Yili, chislo, so'rovga hamma yo'g'ini ko'rib, 72 akkumulyator qo'yiladi mana. 70. Mana. Akkumulyator. 72 lik amper. Ammo gap yo'q. Hop, oltita bundan qo'yiladi. Miyalarichi? Miya motorlar 2000 bo'ladi. 2000. 1800 emas, 2000, ha? Ammo gap yo'q. Revio degan ekanda, Albatta, bort qo'sh bort. qo'sh bort, mana yerdan qo'shilgan mana. Hurmatli onalar, bortni qo'sh bort. Tishlari mana qalamosi 5 talik. 5 talik. Zapas ballonlari ham 5 talik. 500 ga 12. Kapalak bo'lib yoniga ochiladi, xohlasa orqaga. Olg'asa orqaga ochiladi. 220 bo'ladi orqaga ochiladi. Ochilsa-ya? Albatta. Ochadigan bo'lsa bortni. Hop, qanchalik ko'taradi maksimal bu? 1,5 tonna yuk ko'taradi. 7 tormizda. 1,5 tonna bemalol yuk ko'tarar ekan, hurmatli onalar. 1,5 tonna yuk ko'tarib, bemalol bu skuterimizda oilaviy avariya rejimlarigacha. O'zbekcha rejimda orqaga oldi yurishda aytibdi, xolos o'z beradi. Chuqur rejimi bor. Gap yo'q. Hop. Miya motorlar 2000 miya, 72 lik akkumulyatordan 6 ta bilan jihozlansa, masofa bosishi to'la zaryadda 80-90 kilometr masofani bemalol bor. 80-90 kilometr bemalol bosib o'taveradi. Gap yo'q lekin mana. Yurish tezligi ham oldin ayniqsa mana bakovoylarga ishlab qo'yibdilar lekin hali usti ochiqda hali shamol shovqi urmaydi shopirga. Tezligi 60 ga chiqadi. 60 ga chiqadi. Miya motor kuchliligi uchun 2000 tezligi 60 ga chiqadi. Hop, narxini necha pulga beramiz? 14 million 300 ming so'mdan vodiy bo'yicha dastlabkasi bo'ladi. 14 million 300 ming so'mdan. Albatta, rasvetkasi bor. Qora, vodiy ranglarda rasvetkasi bor. Akkumulyatorlar 72 bosib beriladi. 6 parcha. Gap yo'q. Akkumulyator kelib tortib olishlari mumkin. Ko'p mijozlarimizda shubha uyg'otib qolyapti, to'g'risi. Akkumulyatorlar kelib tortib olishi mumkin. Ha, keyin tortib, ishonch hosil bo'lgandan keyin qo'yib bosib berilaveradi. Qo'yib berilaveradi. Kilogrammi chiqmasa, akkumulyatorda olmasdan pul qilishlari mumkin. Gap yo'q. Ana, hurmatli onalar, ana shunaqa imkoniyat ham mana qayda bor? Faqat Zamin savdo markazi dedi mana. Ochiq ko'rsatamiz, bilasiz bojon aka. Mijozlarimiz to'liq ma'lumotga bo'lib, hozir tagida bir ko'rsatib bersa yaxshi bo'ladi. Mayli, ko'rsataylik. Bu tarafi ochiqmagan. Ochdim. Mana ko'tardik. Hamma yo'g'i 4 talik bo'ladi, двойной bo'ladi bojon aka. Aha. Tag sistemalari, mexanizmlar двойной bo'ladi.
Kabellari katta kabelda mana miyaga kirgan, 2 mili kuchli bo'lganligi uchun kabellar отдельно yo'g'on kabelda bo'ladi. Sistemalari. Prujinalar 4 tadan, ammo zaten resorlar 4 tadan bo'ladi, двойной bo'ladi. Rama sistemasi 3 qavatdan bo'ladi. Profil. Gap yo'q. 2 millilarda sal kuchliroq olgan mijozlarimiz adashib qolishmasin, maza narsani minishadi. 2026-yilda oilasiga, ro'zg'origa foyda beradigan materiallar hisoblanadi. Xo'p, narxi o'shanda? Narxi 14 million 300 ming so'mdan. 14 million 300 ming so'mdan. Endi xuddi shu modellarimiz Jitx tormoz 1800 mega motorlari ham bor. Ha, xuddi shuni. 1800 mega motorli tormoz sistemasi Jitxlar. Ha. Faqat Miya motor 108, akkumulyator 68, narxi 12,5 million so'mdan dastlab. Miya motori keyin akkumulyatorida farq qiladi. Shuning uchun arzonroq. Albatta, bu modellarimiz 2025 bo'ladi, buni ham aytib o'tamiz. Shuning uchun narxlari arzon. Shuning uchun arzon. Zamin savdo markazi 11 million so'mlik motorlarni siz bilan birga ko'rsatamiz bu bozorda. Bir tonna. Ana. Bunda o'yinchilar kimga qanaqasi? Bosdim. Voljan aka pol kabinalarimiz, zavodskiy pol kabinalar. Aha. Ikki xil modellar. Eng bahaybatlar ekanda. Eng so'nggi rusumdagilari mana tormozlar, mana Jitx sistema, unisi prostoy sistema. Miya motor 1800, bort razmeri 180 ga 130, balon razmerlar 512. 512. Jitx tormozi bunisi, ha? Albatta. Jitx tormozi. 15 million 200 dan dastlabki vodiy bo'yicha arzonroq olaman desa 14,5 million so'm. Bu 15 million 200 ming so'mdan. Bunisi 14,5 million so'mdan. Ikkitaliga bor, ikkitaliga bor. Mijozlar adashib qolishmadi. Bunda ikkitalik, bunda 4 talik. Bu faqat Jitx trosli tormoz bo'ladi. 1 tonna 200 lar. 1 tonna 200 lar. Zavodskiy pol kabina. Mana. Zavodskiy pol kabinalar. Hurmatli obunachilar, mana zavodskiy pol kabina. 14,5 million so'm, 800 kilo olasiz, 12,5. Ha, 8 kiloli ham bor buni. 2 million farqi bor. Gap yo'q. Akkumulyatorlarda lekin pashtillar, akkumulyator hammasi 70 dan 6 ta. 72 dan 6 ta. 72 70. Miyalari bir xil. 1.8. Gap yo'q ana. 1.8 rasvetkalarni kelib ko'rib olishlari mumkin. Gap yo'q. Benzinlilarimiz mana. Aha. Eng so'nggi turdagilar 200 kubli 5,5-6 litr 100 kilometrga rasvot qiladigan Zongshen motor mana. Eng zo'rlar. Mana. Mana bu yoqda bort razmeri 220 ga 1.1 zapas ballonlari bilan olasiz. Mana. Qo'yilgan. O'ta ham mo'shli bo'lgan benzinli motorlar. Borda ham ancha katta deganda nechi bo'ladi borda razmeri? 220 ga 1.1. 220 ga 1.1. Yozgi kuniga ichiga salab olsa basseyn qilib cho'miladigan ekanda bu, chuqurgina. Chuqurligi qancha bir 70 bordir? Chuqurligi 75. Gap yo'q. 2,5 tonna, 3 tonna yukni bemalol olib ketishlari mumkin. Mana bu yoqda o'zini yoritadigan sistemalar, past sistemaga qo'yilgan, Voljan aka. 6 litr rasxod qilib bemalol ishlarni bitirib, maza qilib foydalanishlari mumkin. Hop, narxi necha pulga beramiz? Narxi 25 million so'mdan vodiy bas O'zbekiston bo'yicha qilaveramiz. 25 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha dasturga ichida. Gap yo'q ana. Hurmatli obunachilar, 25 million so'mga O'zbekiston bo'yicha dasturga ichida. Zamin savdo markazi. Zamin savdo markazi. Voljan o'z kanalidan chiqdi desa mijozlarni shunaqa qilib beramiz. Gap yo'q. Promokod Voljan o'z kanali. Albatta. Endi mana bunaqangi panjarali hayvon tashiymiz degan misol dehqonchilikda shug'ullanadigan mijozlarimizdan juda ham chorvachilik bilan shug'ullanadigan. Chorvachilik, chorva hayvonlari, undan tashqari bunaqangi dehqonchilik yerlar press toshida, somon press bunaqalarni ham baland qilib yuklab olaveradi bunga. Albatta, 130. 130 balandligi. Zavodskiy panjarasi bilan. Zavodskiy panjarasi bilan. 26 million so'm qiladi. 27 million emas, 26 million so'mdan qilib beramiz. Qancha yuk ko'taradi bu? 2,5-3 tonna yuk ko'taradi. 2,5 tonna, 3 tonna. 200 kubli motor ko'taradi. 200 kubli Zongshen motor. Albatta. Faralari 4 tonna qo'ygan yorish sistemalarida o'tasi bor. Ana. Bu tarafda ikkita, bu tarafda ikkita. O'ta ham qul modellar. Hop, rasxodimiz qanaqa bo'ladi buni? Rasxodimiz 6,5 litr rasxod qiladi. 6,5 litr yuziga. Ko'rinishni ko'ryapsiz, mana bahaybatligini ham o'tamaga shu holatga qaramasdan o'ta ekonomik Zongshen brendlarimiz motorlari o'ta ham ekonomik motorlar. 26 million so'mdan dastlabki panjaralasini olishsa, berishamiz. 26 million so'mdan O'zbekiston bo'yichami? O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha 26 million so'mga hurmatli obunachilar, dastlabkasi ichida mana. Aloqachi ko'rasiz, oldida mana hali haydovchiga hali shamol urmasinga, shabada urmasinga unaqa labovoylari bilan qo'yilgan ekan. Gap yo'q. O'zi ko'tarib, o'zi juradi. Samasval variantlari ham benzinlar. Mana. Mana silindr, hurmatli obunachilar, samasval varianti. Albatta.
30 million so'mdan pul kabinasi bilan beramiz. Pol kabinasi bilan. Albatta, Qancha yuk taqdiradi bemalol bu? 2,5-3 tonna yuk ko'taradi. 2,5 tonna, 3 tonna yukni bemalol ko'tarib to'kaveradi, ha? Albatta, xohlasa qo'sh balonlar 4 tonnaligacha. Ha. Hozir bu yakka balon bo'lsa, hozir shu qo'sh balonlargacha. Ha. Bunaqa hozir bu yakka balon. Yakka balon, shuni qo'sh. Yonida yana bitta balon bo'ladi, ha? Qo'sh balon. Mana ko'rib turibsiz, ko'rinishlarni sifat jihatdan ustun bo'lgan benzinli motorlar. O'ta ham kafolatli. Hop, pol kabinka, samosual. Narxi 30 million so'mdan dastlabki O'zbekiston bo'yicha. 30 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi ichida, hurmatli obunachilar. Olsalar xudo xolasa bilasiz, bor dastlabkilarimiz bor. Bemalol mijozlarimizga yetkazib beramiz. Inshaalloh. Endi bunaqangi zavodskiy pol kabinasi degan mijozlarimizga zavodskiy pol kabinani mana bu yoqda benzinlarimizdan chiqadi. Aha. 2,5-3 tonna yuk ko'taradi. Aha. Ko'rinishini ko'rsatib o'tadi, mana bu yoqqa kelib. Bu modellarimiz hammasi bor. Ha, pol kabina ham samosual. Albatta. Mana hurmatli obunachilar, ham pol kabina. Oldilari mana tovush ko'zali. Shamol shovqinda ham bemalol minaversa bo'lar ekanda buni. Tezligi 120 ga chiqadi, ichki sistemalar o'tasiz. Magnitofon, audio sistemalari hamma mavjud. Gap yo'q, mana bu magnitofon shekilli. Albatta. Audio sistemasi 220 ga 1.5 bo'ladi, antifriz radiatorlar. Aha. Lekin rasxod bular motor 250 kg bo'ladi. Rasxodi 7,5-8,5 litr rasxod qiladi. 100 Ha, ga. 100 ga. Albatta, yurganda. Ha. Narxi 31,5 million so'm. Narxi 31,5 million so'm. Zavodskiy pol kabinasi bilan. Zavodskiy pol kabinasi bilan. Gap yo'q. 31,5 million so'm. 31,5 million so'mdan Aqboljon o'z kanalidan chiqdi desa, mana bunaqa ablisovkalar 3 pul versiyada kelgan. Aha. Bular boshqa nikilli bo'ladi. Ha. Yurganda boshqa bo'lganda ajrab turadi motorollerlardan farqi bo'ladi. Ha, gap yo'q. Endi mana bunaqangi bir kishilik sedalarda o'tirib oladigan mijozlarimiz ham juda ham ko'p. Aha. Ekonomik to'g'ridan o'tiradigan mijozlar. Aha. Bu modellarimiz 20 million so'mdan. Albatta. Bu qancha yuk ko'tarardi bunimiz? Bu model 1 tonna yuk ko'taradi. 1 tonna ko'taraveradi bemalol, ha? Ha. Avtomat korobka. 20 million so'm. Buni ham dastlabkasi ichida, O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha benzin motorlarimizni hammasiga dastlabki xizmatlarni O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Gap yo'q. Bemalol mijozlarimiz tortinmasdan so'rab aloqaga chiqishlari mumkin. Inshaalloh. Endi mana bu yoqda kabinali motorlarni tanishtirish xayoldan ko'tarib o'tdi Quvonjon aka. O'ta ham full model. Labolarimiz ham, bunimiz ham 2000 miya motorli skel. Aha. 180 ga 130 voltli bo'lgan, bunaqangi 1.2 ko'tarishga mo'ljallangan kabinali O'zbekcha rejimda ekan. Hurmatli obunachilarni eshityapsizlarmi? O'zbekcha rejimda. Yorish sistemalari lekin chotki, mana. Tipasida legirovka bo'ladigan chiroqlari bilan. sertifikat bo'yicha hamma yo'q. Aha. 180 ga 130 voltli bo'lgan. 180 ga 130 so'ri bo'lib ochiladigan varianti, ha? Oldiga, orqaga so'ri bo'lib ochiladigan tega bu bo'la. 19 million so'mdan vodiy bo'yicha dastlabkasi. 19 million so'mdan. Miya motorlari 2000 miya motor. 2000 miya motor. Akkumulyatorlarni xohlagan turda olsa, litiyonni bo'lsa, olsa, geliy bo'lsa. Olsa kelivi. Narxi o'zgarmaydi. Narxi o'zgarmaydi. Albatta. Gap yo'q. Zapas balon hamma yoqda. Mana. Mana o'zini pechka sistemalarigacha mavjud bo'lgan. Mana. Pechkalargacha bor, avtomatik ko'rsatib o'tasiz mana bu yoqda. Aha. Full bo'ladi. Tomidan xavfsizlik tomida bagajlargacha qo'yilgan. Mana. Gap yo'q. Endi bu yerda labolar 2000 miya motorlisi. Aha. Ko'p joylarda 2100, 2000 dollar sotishyapti Quvonjon aka. Hop. Labolarimiz xabarimiz bor. 1980 dan dastlabkasi ichida. 1980 dollardan. Dastlabkasi 2000 miya motorli. 2000 miya motor. Agar 1800 miya motorlisini olsa 1950 dollar. Ha. Miya motori kichikroq bo'lsa arzonroq beriladi, ha? Tegalari bor yonida Mana. ochiladigan nimalargacha. Mana. Mana. Bu domlachilar. Bord razmerlari 180 ga 130. Miya miyasi necha dedi? 2000 miya motor. Akkumulyatorlar 72-70. 72-70. To'la zaryadda bunimiz 70 kilometr masofa. 70 kilometr bosib o'tadi. 1980 dollar dastlabkasi ichida. 1980 dollar. Nima to'g'richa? Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Ichida bemalol 2 kishi harakat qilsa bo'laveradi. Mana, ichlarni ham bitta ko'rsatib qo'yay. Gaz tormoz pedallari mana tomonlar pechkalarigacha bor. Yoz kunida ventilyator luklari, tepasida unaqangi bagajlari ham bor. Gap yo'q. Arzon kabinali motorlarga ko'p raqobatlar bo'lyapti, bilasiz, motor sohasida raqobat juda ham kuchli. Aha.
180-130 kabinali motorlarimiz 16 million so'mdan dastlabkasi vodiy bo'yicha. 16 million so'mdan. 1800 dan. Buni gap yo'q. Motor 16 million so'mdan. 16 million so'm. Esidan chiqmadi Gap yo'q. mijozlarimiz. Narx navosida masala yo'q. Gap yo'q. 1100 dollardan ham motorlar Zamin savdo markazida bilan sotadi. Gap yo'q. Arzonlari ham bor. Arzonlari ham. Maşallah ana. Hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, Zamin savdo markazida elektronlik skuterlarda mana turli xil cho'ntak modellarida ham oldi orqaga yuradigan avtomat nimalasi, avtomat korobkali mana hurmatli obunachilar. Turli xil 16 sakkiziskali, xohlasangiz 14 sakkiziskalari ham bor. Yangi modellar kelgan. Vaqtimiz chegaralangani uchun sizlarga hammasini birma-bir ko'rsataolmaymiz. Aloqaga chiqsalaring, sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Hozir sizlarga ham ichkarida pastda ham ko'rsataman. Turli xil 20-30 xilga yaqin elektronlik skuterlarimiz bor, xudo xolasa. Mana bular ham yangi modellar kelganda, xudo xolasa, sizlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana hurmatli obunachilar, Zamin savdo markazining skuter salonidamiz. Mana podvalga tushganmiz. Mana turli xilidan bor. Skuterlar qanaqasi kerak deydi, mana. Hamma turidan topishlar mumkin inshaalloh. Mana bir necha xil turlari. Mana, olasangiz burgut modellari, burgut model. Olasangiz bunaqangi ochki yo'q, sifat oldi ko'rish, ochki skuterlarga o'xshab ketadigan kaptama skuterlar. Hamma turidan bor. Olasangiz veloskuterlar. Veloskuterda ham bunaqangi 8 ishkalasi, keyin bunaqangi spisa ishkalasi ham bor, spisalasi. Ruskelam aloqaga chiqsalar ekranda nomerlarga sizlarga batafsil qanaqasi kerak bo'lsa, inshaalloh ma'lumot berishadi. Mas'ul. Ana, hurmatli obunachilar, endi sizlar bilan birgalikda elektro karamizni ko'rib chiqamiz. Ular sotilgani hozir qo'yib ichkariga ovoziga 2200 dollarga dastlabki sotildi bu modelimiz. Mo'jizaga elektro karavan ko'rinishda akkumulyatorlarni xohlasizlikda gelib qilib beramiz mijozlarimiz talabsiga qarab. 1800 motor 100 km masofani bemalol bosib o'tadigan shot sizga dokumentlari bor. Vodiy bo'yicha dastlabkasi. 1800 motor. Albatta. Akkumulyatorlar hozirda litonni. Olasa geliga, olasa litonni qilib beraveramiz. Geliga bo'lsa necha yil akkumulyator bo'ladi? Geliga bo'lsa 72-68 bo'ladi. 72-68. Litonni bo'ladigan bo'lsa 4 bo'yicha katta litonni qo'yamiz. Qizil, qora ranglari mavjud. Xohlasangiz bardoviy, xohlasa oq, xohlasa qora. Oilamizda mo'ljallanganlarimiz. Rollar gidravlika qilingan, tezligi 45-50 yuradi. 45-50 yuraveradi bemalol, ha? Bemalol ko'rib buni olishlari mumkin. Qaysi biri ochiq bo'ladi? Bitta ochig'ini ko'rsatib qo'ying, nari ochiqmi deya. Ochiq, oq ochiq, mana bardoviy qizillari bilan yo'q. Mana. Ichki salonlarni ko'rsatib qo'yaylik buni. Mana bu yoqda sagadiskarisi sal farqi ko'rinishida bo'ladi. Sanoqchilarga o'xshatib o'tamiz. Chekingina. Polni mana ko'rsatib turadi. Ichkalarigacha bor. Ichkalarigacha bor. Bevaydi signallar adilla. Gap yo'q. Orqadagi kishi, oldidagi kishi. Maksimal yuk ko'tarishi qancha buni? 300 kg yuk ko'taradi, ha? Bo'ladigan joylari mana bu yoqda orqaga qo'yilgan. Orqaga qo'yilgan. Ko'rinish jihatdan juda ham ideal ishlangan elektrokarlarimiz, savdo yuklari bor, isitish sovish sistemalarigacha mavjud. Xo'p, narxini necha pulga beramiz? Narxi 2200 dollardan vodiy bo'yicha dastlabki 2200 dollardan. Dokument 4 kg beriladi. Gap yo'q. 2200 dollardan vodiy bo'ylab dastlabki ichida. 3 xil rangda, qora, qizil, oq ranglarda oq ranglarda bor, ha? Albatta. Bemalol Zamin savdo markazidan olishlari mumkin. Gap yo'q. Xullas kalam shu, hurmatli obunachilar, bugun sizlarga Zamin savdo markazida elektromobillar, elektrokarlar, undan tashqari yangi skuterlar, yangi mahsulotlarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib, ma'lumotini berishga harakat qildik. So'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, yana bir bor uzr so'raymiz. Baribir so'zlarimizda anglashilmovchiliklar bo'lishi mumkin. Sizlarga qaysi biri yoqsa, mana shunaqa masalan elektromobil yoqdi yoki mana bunaqangi motorlar yoqdi, shunday skrinshot qilib ekrandagi nomerlarga Telegram, WhatsApplar bor. Shunday tashab menga mana shu ma'lumotni bering. Narxi qancha bo'ladi, qancha so'rasalang, sizlarga Telegram, WhatsApp orqali ma'lumot berishaveradi. Inshaalloh ekrandagi nomerlarda hammasida Telegram, WhatsApp bor. Xudo yaqindan kelmoqchi bo'lganlarga lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Iqboljon.uz deb nomlangan Telegram kanalimga kirib o'tib obuna bo'lib qo'ysalang,
manzil lokatsiyasini tashlab qo'yamiz inshaalloh. Shuning bilan bugungi video syomkamizga yakun yasaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Zamin savdo markazi doim sizlarda xizmatinglarda. Sog' bo'linglar.